Bismillahirrahmanirrahim. Oryona xalqaro televizionining hurmatli tomoshabchilari, assalomu alaykum. Yuzma-yuz barnomasining ushbu soniga xush kelibsiz. Afg'oniston Dunyo tijorat tashkilotiga a'zo bo'lishi foyda yo zarar? Afg'oniston uzoq muddat olib borgan sa'y-harakatdan keyin Julay oyining 29-si juma kuni Dunyo xalqaro tijorat tashkilotiga rasman a'zo bo'ldi. Afg'oniston bu tashkilotning 164-a'zosi sifatida ro'yxatga olindi. Hukumatning buland martabali rasmiylari Afg'oniston bu tashkilotga a'zo bo'lishi bilan tranzit bo'limida bo'lgan qiyinchilik hal bo'lishi to'g'risida umid bildirganlar. Lekin sohaning bir qator mutaxassislari Afg'oniston dunyoning xalqaro tijorat tashkilotiga a'zo bo'lishi qisqa muddatda ijobiy natija olib kelmasligini aytganlar. Hozirgi barnomada ana shu masalani muhokama qilamiz. Dastlab bu to'g'rida tayyorlangan guzarishni tomosha qiling. Afg'oniston xalqaro tijorat tashkilotining 164-a'zosi sifatida qabul etildi. Afg'onistonning tijorat vazirligi mamlakatni ushbu tashkilotga a'zo bo'lishi borasida xursandlik bildirib, bundan so'ng Afg'onistonda tijorat sharoiti ijobiy tomonga o'zgarishi to'g'risida umid bildirdi. Mazkur vazirlikning aytishicha, bundan buyon tijoriy faoliyatlar barobaridagi muammolar bartaraf etilib, tranzit mushkillari butunlay hal etiladi. Afg'oniston tijorati xalqaro me'yorlar asosiga ustuvor bo'ladi. Mamlakatga ko'proq sarmoya jalb etiladi. Tranzit muammolari mazkur tashkilotga a'zo bo'lgan davlatlar bilan bartaraf etiladi. Biz mintaqa bo'ylab tranzit sohasida jiddiy mushkullar bilan ro'para edik. Xalqaro tijorat tashkiloti a'zoligiga qabul etilgan qoloq davlatlarda iqtisod o'sishi mezoni 1,8% dan 3,5% ga oshgan. Afg'oniston uchun yangi bozorlarga yo'l ochiladi. Ichki mahsulotimiz hamda xorijga degan tovarlarimiz miqdori oshadi. Afg'onistonni xalqaro tijorat tashkilotiga a'zo bo'lganini xush qarshilagan tijorat o'tog'i rasmiylari hukumat rahbariyati borasida tashvishda ekanliklarini aytadilar. Mazkur idora so'zlovchisi hukumat qonunlarni isloh qilib, ichki mahsulot mezonini oshirmas ekan, Afg'onistonni mazkur tashkilotga a'zo bo'lishi foyda keltirmaydi, dedi. Ayrim iqtisodshunoslar ham xalqaro tijorat tashkilotiga a'zo bo'lishlik Afg'oniston uchun oltin bir fursat yaratib berganini aytadilar. Ular ham bu borada hukumatning durust rahbarligi ahamiyati ustida ta'kidlaydilar. Ularga ko'ra, yaxshi rahbarlik etilmagan taqdirda ushbu fursat tahdidga aylanadi. Xalqaro tashkilotga a'zo bo'lishlik muhim albatta, ammo rahbarlik ham muhim narsa. Yaxshi rahbarlik etilmagan taqdirda zarari foydasidan ko'proq bo'ladi. Rahbarlik durust amalga oshirilmagan taqdirda ichki sanoat nobud bo'ladi. Ichki mahsulotimiz xalqaro tijorat tashkilotining standartlariga barobar bo'lmasa, katta nuqson ko'ramiz. Masraf etuvchi bir mamlakat bo'lib qolaveramiz. 1995-yili ta'sis etilgan xalqaro tijorat tashkiloti yaxshi rahbariyati natijasida GOT yo ta'rifa va tijorat tashkiloti o'rnini egalladi. Markazi Jenevada joylashgan xalqaro tijorat tashkiloti a'zolari 164 mamlakatdan iborat. Xo'p, hurmatli tomoshabchilar, Yuzma-yuzning ushbu sonida biz Afg'onistonni Dunyo xalqaro tijorat tashkilotiga a'zo bo'lgani ustida bahs qilamiz. Barnomamizning mehmoni Afg'oniston tijorat vazirligining so'zlovchisi janob Qo'qandi bo'ladilar. Qo'qandi so'z, barnomaga xush kelibsiz. Salomat bo'ling, rahmat. Janob Qo'qandi, Afg'oniston Dunyo o'sha tijorat tashkilotiga a'zo bo'lishi foydami yo zarar? Ulug' Tangri taolo bilan yana bir bor sizga salom, texnika hamkorlaringizga, hamma aziz tomoshabchilarga bugungi bu barnomangiz soningizga bizlarni ko'ramiz. Har qayerga bordilar, sa'at salomat bo'lsinlar. Afg'oniston men qisqa tanishtirib borayki, shu tijorat tashkiloti sozmoni yo sozmon tijorati jahoniy fors tilida aytilgan yo WTO ingliz tilida bu nima? Bu sozmon hadafi dunyo bo'yicha yo shu mamlakatlar, o'z a'zo mamlakatlar bo'yicha tijorat
tashkilotini behtar qilish, suhlat keltirmoq hamda iqtisodiy bo'limda manfaat keltirish mamlakatlarda bo'ladi. Afg'oniston 2004-yilda nozir a'zo sifatida qabullanib, 2009-yilda rasman Afg'oniston o'zini peshnodini bu sozmonga topshirdi-ki, bizlar xohlaymiz bu sozmonning uzviyati yo bu tashkilotning uzviyati bo'lsak. 2012-yildan bir qator mamlakatlar bilan qo'shmash Ayolot Mutahida Amerikaga qo'shma ishlar mamlakatlari bilan, Ittihodiy Yevropa bilan, Japon bilan, Turkiya bilan ikki joniba o'ltirishlarimiz bor edi va tafahumnoma tuzdik, imzo qildik. Bu chunki ular eng muhim mamlakatlar bu tashkilot ichida bizlardan himoyat qilsin. Va 2015-yilning 17-desembr kuni Keniyada Afg'oniston ikki mamlakat o'rgaka bir olmish, ikki mamlakat bir joyda ham qabul bo'ldi va bular a'zo sifatida kirildi. Undan keyin to 29-julaygacha Afg'oniston hukumatini bir silla ta'dilot qonunga yo toza qonun tuzatmoq uchun 29ga soni eshitib boradi. Bu uchun vaqt berilgan edi. O'sha muddatda bizlar shu toza qonunlarni tuzib chiqdik yo qonunlarni boznagarlik qilib dubora islohot keltirdik. Xudoga shukr, juma kuni Afg'oniston 164-mamlakat bu sozmon ichida o'zini a'zo sifatida e'lon qilib, bu suhullatlardan istifoda qiladi. Muhim bu-ki, necha masalani men aytib o'tmoqchimanki, nima uchun Afg'oniston xohladi bu sozmonga o'zini a'zo sifatida qabul etishini xohladi va talosh qildi to o'zi bu a'zo sifatida bu tashkilotda kirib borsa. Avval bu-ki, Afg'oniston kabi kam tavsiya topgan mamlakatlar har zamonki bu tashkilotga a'zo bo'lganlar 1,5 to 3,5% iqtisodlari rusht qilgan, yo ko'payib borgan, 1,5 to 3,5%gacha. Hamda bu mamlakatlarga a'zo bo'lgandan keyin o'sha mamlakatlar sarmoya yotqirish raqami ko'palib borgan va eng katta mushkul Afg'onistondagi bekorchilik kamalgan. Hamda tranzit masalasi ki bizlar quruqlikda qaror topganmiz, dengiz bilan mustaqil o'zimizni yo'limiz yo'q. O'sha uchun tranzitiy masalalar, mushkullar hal bo'lgan, xususan o'sha mamlakatlarga bizlardan ilgari bu tashkilotda a'zo bo'lgan. O'sha uchun Afg'oniston ham xohladiki, bu sozmonda o'zviyatini olsin, a'zo bo'lsin, to bo'lsinki bizlar bu vaziyatdan chiqib behtar bo'lib boraylik. Yaxshi. Endi mana shu Afg'oniston so'nggi yillarda mana shu qo'shni mamlakatlar, ayniqsa dunyo mamlakatlari bilan tranziti nuqtai nazardan jiddiy qiyinchilik bilan ro'para bo'lgan. Endi mana shu tashkilotga kirib borishi bilan ushbu sohada qanchalik masalan ijobiy natijasi bor deb o'ylaysiz? Bu tashkilotda har bir mamlakatga masalan bir suhlat berilmaydi. Zamoniki bir mamlakatga yo tasmim olinadiki, bizlar shu 164 mamlakatning ichiga tranzitiy mushkullarni hal etamiz deb hammaga bir qism bir nazarda ko'ramiz. Bu ma'nodaki shu boshqa mamlakatlarniki bu mushkula hal bo'lgan, Afg'oniston xususan bu mamlakat qo'shni mamlakatlari bizki bizlardan ilgari o'zi bo'lgan edi, ular bilan bu mushkul yo tranzit mushkuli sifirda boradi. Ya'ni inshaalloh tamom bo'ladi. Bir yaxshilik bu-ki, bu tashkilotda zamoni kirasiz, aksariyat kullaro, ya'ni bir mamlakat ham agar sizga muxolif bo'lsa, siz etolmaysiz u tashkilotda a'zosi bo'lib kelsangiz. O'sha uchun 163 mamlakat Afg'oniston yo 162 mamlakat, nimaiki ikki mamlakat bir joyda o'z e'lon bo'ldi, a'zo bo'ldilar. 162 mamlakat Afg'onistonda kirishiga musbat ra'y berdilar. Ya'ni bu bir Afg'onistonga bir dastavard va mintaqaga qo'shnilarimiz bor, masalan Iron bizlar bilan bir joyga o'zi nozir bo'lgan, undan keyin bizlar bilan bir joyga ular peshnod qilganki a'zo bo'lib kelsa, ammo to'g'ri ular a'zo bo'lmagan. Bu uchun bu mamlakatlar ham Afg'onistonga majburdilarki, Afg'onistonni rahnimoylaridan istifoda qilsalar, to o'zlarining uzviyatini olsa. Bizlar bir mavqeatda qaror topganmiz, avvalki mushkullarimiz xususan tranzit mushkuliga bizlar dunyo bo'yicha bizlarning kololarimiz yo bizlarning bor sodirotimiz, o'zimizni san'atimizni eshitib bormoq uchun
hamda u mamlakatlar shu kungacha a'zo bo'lmaganlar ular ham majburki Afg'onistonni gapiga quloq solsalar, to bizlar ularga himoyat qilsak, ular ham bu tashkilotda a'zo bo'lsinlar. Rahmat. Janob Qo'qandi, oldingi suhbatlaringizda siz Afg'oniston mana shu dunyo xalqaro o'sha tijorat tashkilotiga a'zo bo'lish uchun 2004-yilda o'sha kuzatuvchi sifatida bu tashkilotga kirdi. 2009dan keyin rasman bu tashkilotga a'zo bo'lishni ilgari surdi degan masalani tilga oldingiz. Nihoyatda 2016-yilning o'sha julay oyida Afg'oniston mana shu dunyo xalqaro tijorat tashkilotiga a'zo bo'ldi. Endi bunchalik masalan sayo harakat natijasida Afg'oniston bu yutuqni qo'lga kiritdi. Nega qator odamlar bu masalaga salbiy qarashmoqdalar? Buni salbiy deb tushunmoqdalar. Xo'p, bu bir mutmainanki ularga ham haq beramiz, har kim o'z nazarini aytsa, ammo Afg'oniston hukumati bu 11 yil zamonni kutib turdi. Bu zamon bizlar uchun ko'p zamon, ammo u mamlakatlarga a'zo bo'lgan, masalan Rossiya 17 yil, shunda boshqa mamlakatlar Aljazoir 25 yil, ya ishtiboh qilmasam, ya'ni to 25 yilgacha ham mamlakatlar kutib turgan to a'zo bo'lsinlar bu tijorat tashkilotiga. O'sha uchun 11 yil Afg'oniston uchun bir ya'ni mutavassit zamon deb atayman. Undan keyin bizlar o'sha tafahumnomani imzo qilganimiz, agar ishtiboh qilmasam 500 dan to 550 safhagacha bor, ya'ni tilda har tilda o'zgartirish uchun bir andoza ko'p kam bo'ladi. Hamma masala maddi nazar tutilgan. Masalan, san'atchilarimiz aytadiki, bizlar bu zamonki 163 kishvarga yo 163 mamlakatlar bizlarning san'atimiz boradi, ularning eshigi ochildi. Ularning san'ati uchun ham bizlarning eshigimiz ham ochiq. Masalan, bizlarning san'atimiz toza san'at, bular xudo xohlasa bu san'at mutazarrir bo'ladi va bu san'at yo'qolib ketadi. Unaqa emas. Men necha misol aytmoqchiman. Birki bu 300 san'atimiz Afg'onistonga bizlar ot tutganmiz. Men muhimini sizga aytaman. Qo'l san'ati, qolin san'ati, farsh hamda sement tavlid tuzatmoq uchun sement tavlid bo'ladi. Bularni bizlar qandoq shart qo'ygan yo biz Sozmon tijorat jahoniyga ular bizlarga aytsin, bizlar taksi moliyasini qancha qilsa. Ya'ni qo'limiz ochiq. 1% qo'yamiz, 5% qo'yamiz, 1000% qo'yamiz, qancha qo'ysak bizlar o'sha foiz tayin qilamiz, to bu san'atimiz, ya'ni 300 qalam san'atimiz himoyat bo'lsin. Hech shart tuzilmagan bu asosda. Buni mardum bilmasligi uchun masalan nihoyatan o'zlarini xavotirini bildiradilar. 1001 qalam, yana san'at bilan ziroat, Afg'oniston san'atchilik va ziroatchiligiga 1001 qalamga bizlar 20% dan to 50%gacha qo'limiz ochiqki bizlar shu taks moliyalarini ko'tarsak. Tushirmoq yo'q, ko'tarmoq. Va bu vaqtda bular 8,5 haddasa 8,5 to 12,5% shu kolalardan shu 1001 qalam kola yo san'at va ziroatli tavlidlar Afg'oniston uchun bu o'shalarga 414 qalam yana shunday ziroatli va san'atli kolalar borki, bizlar 30 dan to 70% gacha qila olamizki bu taksi moliyasini ko'tarsak. Holonki o'shalar shu pulagacha 12,5% dan to 18% gacha shu hozirda. Ya'ni bizlar endi yana xavotir bu uchun bildiradilarki, bu 164 mamlakatda 164 mazhab bordir, necha din bordir, har kimga nima bizlar o'rga 65 qalam koloka ichimlik, alkolli ichimliklar, do'ngiz go'shti hamda portlash uchun kimyoviy moddalar, ana shunday 65 ta, mana otini hammasini bilmasam, ya'ni muhimni sizga aytdim. O'shalarni bizlar aytganmizki, Afg'onistonga ketirmoq qat'an. Buni bizlar bilan ular qabul etgan. Ya'ni siz ko'ring, 300 qalam kola bizlar aytganmiz, qancha ko'tarsak o'zimizning qo'limizga, ya'ni ularga hech taahhud bermaganmiz. 1001 qalam kolani 20 dan to 50% gacha ko'taramiz. 414 qalam yana koloy tavlidiy san'atini bizlar 30 dan to 70% gacha ko'taramiz. 65 qalam boshqa kolo mamnul duxul Afg'oniston uchun. Ya'ni bizlar tamoman javobini, shu qaziyani mad nazarga tutib, shunga yetdikki, boyad bizlar bu dunyo tijorat tashkilotiga a'zo bo'lishimiz bizlarning nafimizga, Afg'oniston xalqini dasturxoniga bir tag'yirot keladi. Yaxshi. Endi Afg'oniston kabi endi iqtisodiy lihozdan rivojlanadigan bir mamlakat uchun bunday bir yirik tashkilotga a'zo bo'lish qanchalik masalan iqtisodiy lihozdan ahamiyati bor?
مطمئنا من avvalda sizga aytdimki Afg'onistondagi kamroq iqtisodiy rishd qilgan mamlakatlar zamoniki a'zo bo'lib kiradilar bu dunyo tijorat tashkilotiga, bular 1,5 to 3% gacha iqtisodlari ko'tariladi. Bizlarga muhim buki 2 yilga bizlarning iqtisodimiz mutaasfona ufti bor edi, ya'ni pastga borib ketgan edi. Ammo agar 2% yo 3% yo 5% bizlar rishd iqtisodimiz bor edi, rishd voqea edi. Ya'ni undan avvalgi 10 yil ichiga ko'p pul Afg'onistonga keldi, bizlar rishd iqtisodimiz g'ayri voqea edi, o'sha ko'maklar asosida hisob bo'ladi. O'sha uchun agar bizlarni 1,5 to 3%gacha iqtisodimiz ko'tarilsa, bu mutmainanki bir dehqonimizni, bir cho'ponimizni, bir qolin to'qiyotgan san'atkorimizni zindagisiga tag'yirot keladi. Muhimroq buki Afg'onistonga bizlar yoshlarimiz bekorlikdan chiqib ketadilar. Bu yerga ko'p sarmoya yotqiziladi. Nimagaki endi o'sha sarmoyador kishilarga bir tazmin yo bir zamonat bo'ldiki, Afg'oniston mana shu bir katta tashkilotga a'zo bo'lgan va u tashkilotga aytilganki, sizlarning sarmoyalaring mas'ul. Nimagaki men zamonat qilaman Afg'onistonda. Muhim buki bir tashkilotga 164 a'zosi bor, 164 mamlakat a'zosi bor. U bizlarni tazmin qiladi, Afg'onistonga sarmoya yotqiziladi. Zamonki Afg'onistonga sarmoya yotqizildi, mutmainanki ish ko'paladi va Afg'oniston iqtisodiga ta'siri bor. Eng muhimroq masalasi buki bizlar o'z san'atimizni, masalan, men 1-2 misol beraman. Qolin san'atimiz haddaqal 40 yildan beri shu mintaqaga mamlakatlar bor talosh qiladi, bu san'atni Afg'onistondan o'g'irlab olsa. Ammo qolin san'ati Afg'oniston xalqi uchun, Afg'oniston mardiminiki, o'sha uchun hech kim qila olmadi. Hanuz ham bizlarning qolimiz o'z huviyatini dunyoda tarqatib kelmoqda. Bizlar agar bugun borsak, bilmadim, televizion tuzatsak yo bir mashin motor tuzatsak yo bir hayotiy mashin tuzatsak, necha yil kerak bo'ladiki, bizlar yetib ketsak Chinga, Pokistonga, bilmadim, Japonga, Amerikaga yo Yevropaga. Ammo agar bizlar tavajjuh qilsak qolinimizga, mevamizga, nima, mana shu to'proq, mana shu suv, mana shu iqlim, o'sha mevalarni, tabiiy mevalarni rishd berib etkazadi. Bu dunyoda mazzaga, ta'mga, kayfiyatga avval daraja to'xtagan. Mana shu san'atimizni hech kim bizlarning qo'limizdan ham ola olmaydi va bizlar qila olamiz. Keyin kam muddatda yaxshi suhlat bilan 163 mamlakatni bozorlariga yetib borsak, bizlarning balansimiz, bugungi mutaasfona iqtisodiy balansimiz manfiy, o'sha musbat bo'lib qaytadi. Rahmat. Janob Qo'qandi, Afg'oniston mana shu so'nggi 14 yil jarayonida o'sha dunyo iqtisod tashkilotlarining ba'zilariga a'zo, ba'zilariga o'sha kuzatuvchi sifatida a'zo bo'lib kelgan. Jumladan mana shu Afg'oniston Shanghay tashkilotiga kuzatuvchi sifatida a'zo bo'lib kelgan. Endi mana shu Shanghay tashkilotiga kuzatuvchi sifatida a'zo bo'lgan ekan, hanuzgacha Afg'oniston iqtisodi uchun mana shu tashkilot qanchalik ijobiy ta'sir qilgan? Xo'p, bu Shanghay tashkiloti mintaqaviy bir tashkilot, bu eng muhim masalalar, ham iqtisodiy masalalar uchun, ham mintaqaga siyosiy masalalar uchun o'zini joygosini, mavqifini ko'rsatib kelmoqda. Mutmainanki Afg'oniston bu tashkilotda bir kuzatuvchi bo'lib kelgan va talosh qilish tashkilotlarga kirsin. Afg'oniston hadafi, Afg'oniston hukumatining hadafi buki Afg'onistonni qila olsin mintaqaga o'sha ipak yo'lini qalbi bo'lishi uchun shu dunyoga, mintaqaga, O'rta Osiyo va Janubiy Osiyo orasida bir irtibotli ko'prik joygosini qo'lga keltirsa, agar bizlarni tarix bo'yicha bizlarning joygohimiz, bizlarning mavqeati jug'rofiyamiz Afg'onistonga bir mushkil bo'lib kelgan bo'lsa, bugun bizlarga u bir Xudovandi bergan ne'mati, Afg'oniston qila oladiki, haddaqal 6 ta hamsoya bilan mushtarak marzi bor va bu hamsoyalar ham O'rta Osiyo mamlakatlarida enerji bor va Janubiy Osiyo mamlakatlarida san'at rivojlantirgan. Bu energiyani unga boyd bizlar yetkazsak, shu Afg'onistonda joygohi o'sha uchun ko'pi shunda iqtisodiy yo mintaqaviy tashkilotlar borki, Afg'oniston yo unga a'zo bo'lib kirgan, yo nozir a'zo sifatida o'z mavqifini, o'z joygosini ularga matrah qilgan. Shundanki Islomiy bank, Inkishofiy Osiyoviy bank, Dunyo banki Afg'onistonning projalarini, eng muhim projalarini qabul etgan va yana bir ta'sirini keyindan ular amaliy bo'ladi. Bu uchunki bu projelar ne tanho Afg'oniston iqtisodi uchun, balki mantiqa va dunyo iqtisodi uchun ko'p muhim.
va Afg'oniston o'sha uchun bu tashkilotlarga yo kiradi va yo a'zo bo'lib keladi. Endi mana shu Afg'oniston o'sha dunyo xalqaro tijorat tashkilotiga a'zo bo'lmasdan oldin tarqatilgan guzarishlarda Afg'oniston ushbu tashkilotga kirishi bilan bu dunyoning o'sha tashkilotining nimoyandaligi Kobulda ochiladi degan guzarishlar bor edi. Modomiki shu tashkilotning nimoyandaligi Kobulda ochilar ekan, bu afg'onistonliklar uchun qanchalik masalan ijobiy ta'sir bor? Iqtisodiy nuqtai nazardan, odamlarni o'sha ish joyi bilan ta'minlash nuqtai nazardan. Xo'p, bu tashkilotning markazi o'shanda sizga aytdim Jeneva Siviska, o'sha yerga Afg'oniston elchisi tayin bo'lib boraverga Afg'onistondan nimoyandalik qiladi. Bu necha ro'z ilgari guzarishlar tarqaltidiki, dunyo iqtisodiy o'toqidan Afg'oniston uchun xohlagan nimoyandalik kelsa, mutmainanki shu dunyo o'toq tijoratiga nimoyandalik Afg'onistonga keladi. Bu Afg'onistonning tujjor va sarmoyaguzorlariga yo xususan dunyo sarmoyaguzorlariga, puldorlariga bu bir yaxshi suhlat bo'la qila oladiki, Afg'onistonda tamom bu qaror qonunidan o'sha o'toq tariqi xabar bo'lsalar, o'zlarini sarmoyasini Afg'onistonga yotqizsa, mutmainanki bu elchixonalar yon nimoyandaliklar, iqtisodiy nimoyandaliklar Afg'oniston uchun ko'p muhim, mantiqa uchun muhim, Afg'onistonning iqtisodini rivojlantirmoq uchun va hamda Afg'onistonda dunyoga u raqamki ma'rifiy emas. Masalan, Afg'onistonda siz agar borsangiz g'arbni rasonalarni ko'zidan taniydilar. Zamoniki bir g'arbda bir nimoyandalik Afg'onistonga keladi, xususan shunday katta tashkilotlarning nimoyandaligi keladi. Undan keyin ular o'z ko'zidan Afg'onistonni ko'rib, Afg'onistonni ta'rif qiladilar. Mutmainnan Afg'oniston u raqam bir masalan Sudanda yo Somaliyada yo Suriyada bunday bir mamlakat emas. Bu yerga haddaqal amniyat ta'min bidun shak urushni idomasi va bir e'lon bo'lmagan urushdamiz bizlar, ammo yana ham sarmoya yotqizish uchun, iqtisodni rivojlantirish uchun Afg'oniston eng bir yaxshi zaminlarni yaratilgan, to kelib bu yerdan istifoda bo'lsin, ham dunyo istifoda qilsin, ham bizlar xalqimiz istifoda qilsin. Rahmat. Afg'oniston 11 yildan keyin ushbu tashkilotga rasman a'zo bo'ldi. Endi Afg'oniston kabi mana shu endi rivojlanadigan bir mamlakat qanday masalan mana shu tashkilotdan o'sha deyarli foydalanish uchun shu qobiliyatga egami? Xo'p, avval oxir harfimiz shuki, endi bundan keyin muhim buki bizlar boyid mudiriyatimizni qaviyroq qilsak, nazoratimizni qaviyroq qilsak va qonunni tuzatgan bizlarni tatbiq qilib o'zimizni bu dunyoli yo bu jahoniy sozmonda o'zimizni ayyor qilsak, ko'proq manfaat olsak. Mutmainmanki bizlarning shariklarimiz ham, baynulmilal shariklarimiz ham o'shani istaydiki, bizlarning iqtisodimiz rivojlansin va bular bizlar bilan hamkorlik qiladi. Jalasotiki bizlar riyosat jamhuriga rais jamhur bilan bor edi, nima edi? Rais jamhur ta'kidi shu edi, endi bizlar a'zo bo'ldik, boyid mudiriyat baxshida ko'proq tavajjuh qilsak, to o'sha 5 yillik bizlarga vaqt berilgan toki biron kamchiligimiz bo'lsa yo shu qonunni tuzatib buni tatbiqi uchun o'sha zamongacha bizlar eng ko'proq manfaatni Afg'oniston iqtisodi uchun bu dunyoviy yo jahoniy tashkilotdan istifoda qilaylik. Endi siz qancha ishonasiz mana shu 5 yilda Afg'oniston muvaffaq bo'lish uchun? Holbuki Afg'oniston o'sha dunyoda eng fasodga botgan bir mamlakat tanilgan. Xo'p, men sizga aytdimki, Afg'oniston ko'proq dunyoni muxbirlarini, dunyoni ko'zi bilan ma'rifiy bo'lgan, na afg'onlarni yo afg'onistonliklarni ko'zi uchun o'shandoqki bizlar qilaylikki, bir mamlakatiki Eronga o'xshagan iqtisodi qaviy va o'zi Afg'onistondan peshraftda ular mudiriyat qila olmadi, ulardan ilgari bizlar a'zo bo'lib kirdik. Men mutmainman, xususan yosh tabaqamizga, tahsilkarda qishrimizga, javonlarimizga, yoshlarimizga bizlar yaxshi mudiriyat qila olamiz va hukumatimiz musammim Afg'oniston iqtisodini behbud tarafga olib borsa, men mutmainmanki bu bo'ladi, hatman. Men 100% itminonim bor, 100% itminonim borki bu ish bo'ladi, ammo ultralink tarix qazoat qilsin, 1 yildan keyin qancha bizlar bundan manfaat olganmiz va qancha o'z iqtisodimizga bundan ifodalanamiz. Azizlar, 100 barnomasining navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Yana uchrashguncha xayr. Janob Qo'qonga kelganingiz uchun yana bir bor sizga rahmat. Salomat bo'ling, rahmat.